Xitoy hökumətining Sharq Turkistonda atalmış yuqumluq tədbirlərini bahana qilib, 106 kundan buyan elib beriyotgan acharchilik qirg'inchiligida ochliqdan o'lib ketganlarning soni kunsiri ko'paymoqda. Uylarga qamalgan kishilar ochliqning dardini tortish bilan birga kerakli tibbiy davolash va doriga erisholmagan. Yana bir tarafdan ularning qo'tallaridagi chorvalar va etizdagi ziroatlar xarob bo'lgan. Yangi ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, ba'zi uylardan ochliqdan o'lganlarning jasadlari tepilgan. Yaqinda Urumchida tortilgan silla Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan inson qilipidan chiqqan jinoyatlarning darajasini yana bir qatam oshkorladi. Xitoy bu yil Sharq Turkistonning tarim neftligidan 27 million 360 ming tonna neft tabiiy gaz bulang-talang qilgan. Xitoy diviziya to'rining 14 noyabr xabarida bildirishicha, Xitoy bu yil 1-oydan 10-oygacha Sharq Turkistonning tarim neftligidan bulang-talang qilgan neft tabiiy gazning miqdori oldingi yildagi o'xshash mazgildagidan 1 million 140 ming tonna oshgan. Buning ichida neft suyuqligi jami 6 million 195 ming 500 tonna. Tabiiy gaz jami 26 milliard 566 million kub metr ekan. Angliya bosh ministri Rishi Sunak Xitoyni Angliyaning iqtisodiy bexatarligiga tahdid deb tasvirladi. Sunak Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida so'z qilganda, "Men samimiylik bilan Xitoyga bo'lgan ko'z qarashimni ifodalayman. Menimcha Xitoy aniqli sistemalik tahdid. Buni qimmat qarashimiz, manfaatimizga sistemalik raqobat deb ataymiz. Shubhasizki, Xitoy bizning iqtisodiy bexatarligimiz uchun bu dunyodagi eng chong davlat tahdidi" dedi. Sunak Tayvanni Xitoyning tajovuzchiligiga qarshi urushda qo'llashga va'da berdi. Tayvan hukumati Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Indoneziyaning Bali orolida Amerika prezidenti Joe Biden bilan ko'rishganda Tayvan masalasiga bergan bahosiga qarshi turgan. Tayvan Xitoy munosabat kengashi bu vaqtdagi bayonotida Tayvan egilik huquqli davlat. U Xitoyning bir qismi emas. Shundaqla uning ichki ishimi emas dedi. Egilinishcha, Tayvan bilan bo'lgan egilik huquq to'qinishining faqat Xitoy xalqining masalasi va davlatning ichki ishi ekanligini ta'kidlagan Xi Jinping, kim Tayvanni Xitoydan ayirmoqchi bo'lsa, u Xitoy davlatining asosiy manfaatiga xiloflik qilgan bo'ladi. Xitoy xalqi buningga yo'l qo'ymaydi degan. Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Xitoydan Koreya yarim orolini yadrosizlantirishni qo'llashini talab qildi. Yoon Suk Yeol Shimoliy Koreyaning yaqinda yadro va boshqariladigan bomba tahdidini kuchaytirayotganligini ko'rsatib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining doimlik a'zosi va qo'shni davlat bo'lish sifati bilan aktiv va ijobiy rol o'ynashini umid qiladiganligini aytdi.